Qurilishga ruxsatnoma olish uchun nima dokumentlar kerak bo'ladi? Birinchi o'chirda kadastr pasporti. Keyingi navbatda reyestr, davlat reyestridan ko'chirma. Bu bo'lmasa ofitsial loyiha bo'lmay shuni esdan chiqarmanglar. Uchinchisi, uyimizni, ya'ni kimni nomida bo'lsa o'sha odamning pasporti. To'rtinchisi, oldi-sotdi shartnoma. Agar qilgan bo'lsangiz, olgan bo'lsangiz, bo'lmasa bu shart emas, o'zingiz bo'lsa kerak emas. Beshinchisi, tapasyomka. Oltinchisi, rozilik xati. Keyingisi loyiha. Mana shu ko'rib turgan hujjatinglar qurilishga ruxsatnoma olish uchun tuman arxitektoriga topshiriladigan hujjatlar. Endi buni olib bo'lganingizdan keyin ijobiy xulosa chiqib bo'lgandan keyin uyingizni 80-90% bitirib bo'lganingizdan keyin go'spromka qildirasiz. Go'spromka bu kadastrni yengilash. Ya'ni mana endi shunga plus mana shu narsa qo'shildi hozir. Qachon siz go'spromka oldin qilib bo'lardi mashina o'zi bilan, endi mana shu xususiy qurilish nazoratchisining ijobiy xulosasiz endi go'spromkadan o'tkaza olmaysiz. Mana shu 7 ta hujjatga mana shuning 8-chi bo'lib qo'shildi. Odamlar buni noto'g'ri tushunyapti. Hozir yana rasxod ekan, yana u yoq ekan deydi. Bu nazoratchining ijobiy xulosasi uylarning mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Kontrol qilib, nazorat qilib boradi. Bundan maqsad hozirgi kunlarda sifatsiz qurilayotgan uylarni oldini olish maqsad.